Nima qilyapsizlar? Mana Nihoyat maqsad sari. Assalomu alaykum maqsad sari obunachilar. Necha yillardan so'ng mana Xudo xolasa Anvar akam bilan shu kanalda ishlayapmiz. Ha? 327 kun bo'lgan ekan video qo'ymagan. Bugun 327 kun bo'ldi. Bugun 29 kun. Bitta to'g'ridan qo'yasiz ya. Qadrdonlar assalomu alaykum. Hozir Andijon Saxovatga keldik. Ko'pchilik sog'ingan Shukrona qizimizni ko'rganmiz. Tuman boshdan olsam to'g'rida boraman deb qo'ygandim. Trekker oldim. Zaten ishlar bo'ldi. Kobaltni sotdik, buni oldik. 17150 ga tushdi. 2025-yil 21-iyulda. O'rzoning qimmatli kommentariy yozib qoldiringlar. Ha? Tarozi kilosi necha pul ekan uka? 3000. Qovun 6000. Ha. Xudo xolasa bugun Assalomu alaykum, hurmatli yaxshi insonlar. Xudo xolasa bugun bir Andijon bo'ylab sayohatdamiz. Anvarjon, Adimali hojim va men Xudo xolasa hozir paxta otiga yeganmiz. Xudo xolasa. Mana bu olish kerak. Hozirga. Ho, hozir. Navoxona qayerda bor? O'nimi? O'ni. Hozir Shukrona xonalarga kiramiz. Biz bunday borib olaveraylik nonni. Uzoqdami? Nonni aytyapsizmi? Paketga o'rab qo'ygan. Yurasidan o'rdaga o'xshagan. Ha. Xudo xolasa jigarlar kuzatib turasizlar. Nimami? Frank qilib kiriladimi? Ha. Ha? Qur'on qilamiz. Oxunov tubidan chiqsin bugun video bir. Baribir. Qani Anvar tog'asini taniydimikin? Hozir YouTube ham yangilanib ketdi Ismoil aka. Ha? YouTube ham xuddi Instagramga o'xshab. Hamma kanallar 3 ta, 4 ta kanal ruxsat beribdi. Bitta qilib qo'ysa bo'lar ekan. Tushundingizmi? YouTube'da ham Anvar aka videoga olyapti, qo'ydi. Mana sizni boshqalar ulab qo'ysa bo'lar ekan. Tushundingizmi endi? Bir proba qilamiz. Nargama degan. O'zi Birinchi shef tavakkal qilinglar. Paxta ot ko'chalarda aylanib yuribmiz. Traktorda. Ha, trektor ama Mazda mashina ekan lekin. Ya har bandaga bersin. Bo'lgan Anvarjonning gavdasiga mos ekanda shu. Shu rosa o'ylan shunga ham. Traktor oling desam, buna deya, bu buna deya. Cherry-perrylar ko'rib yurdi mana. Mana shu traktor. Nasib bor-da, nasib degan narsa bor ekan. Xudo xolasa chiroyli qilib biz nafaqaga degan hazil huzur qilib kiramiz, kayfiyatni ko'tarib kuzatib turasizlar. Ancha bo'ldi Shukronaxonni ko'rmaganmizga. Sizlar ham biz ham ko'rganmiz yo'q anchalar endi. Zo'r qiz lekin. ha? Sochingizni 40 ta yurmang. Keyin safar keyin abzal o'raman. O'zim chiroyli o'rishni o'rganib olib, kelib o'rib qo'yaman. Maydlaringizni ham o'raman. Orqa tomonlaringizni o'rib, keyin ketamiz aynalgan. Bo'ptimi? Trekker oldim qorasidan. Trekker. Ha. Oldiga o'tirib olasizda, qora ochkin taqib olasiz, hech kim tanimaydi. Bo'pti. Ochkini mana ham ish bermay qo'ydi. Mana orqasidan tanib qolyapsiz. Bo'pti qizim. Bo'pti Anvar tog'a. Mayli o'ziga taqling onam. Ha, bo'pti. Zamizlik Bo'pti mayli. Menga sog'lom keraksiz. Bo'ldi. Ancha gap. Voy, borisiga shukr. Mayli qizim. Bo'pti Anvar Yaxshi tog'a. qo'ling-a. Bo'pti. Yaxshi ko'rib qolaman. Yaxshi. Shukronaxon obunachilarga xayr qildi. Boringlarmi, imorat qilgan kiramiz, qo'yganmiz. Mana hurmatli yaxshi insonlar, Shukronaxonni ko'rdik. To'liq videolari Maqsad sari bilan Anvarjon xonimda chiqadi. Kuzatinglar. Endi biz Andijonni endi narigi chekkasiga qarab ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli yaxshi insonlar, sog' salomatmisizlar? Farg'onalilarga, Andijonliklar, Andijonning oshini maqtab olib kelyapman. Xudo xolasa biz paxta otdan shunday chiqishda joyga kirganmiz. Oshlik horar ekan, ammo manaqa zo'r ekan, salqin. Mana. Bu yerda populyarniy ovqatlardan shu til, tushunkalar, oshlar bor ekan. Chiroyli joylar ekan mana.
ishlar pokiza. Mana dumbillar ham bor ekan. Eng birinchi pokizalikda ish katta ekan. Mana sho'nkalar, qumlar, hamma narsa. Hozir ichkariga kiramiz, xudo xolasa. Hormanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima deyapsan? Oshxonamiz nomi nima edi? Ko'kolma oshxonasi aka. Ko'kolma oshxonasi. Ko'kolma oshxonasi. Bu yerda zakaz oshlar ham bo'ladi shekilliga. Aka zakaz ham qilamiz. Bu Qo'yam bo'ladi. qovurma lag'manimi bu? O'g'irmalar bor. Ochib bering, quloqlarni. Osh. Oshni ochib bering, o'g'irmalarni Ha. och. Aka, men o'zim Andijonliman. Farg'onadan men mehmon olib kelganman. Ha. Bitta tovoqqa shu 3 kishi to'yadigan qilib, chiroyli qilib ser savzi qilib osh solib berasiz. Lazerda bir Farg'onalarda bir ko'rsatib qo'yinglar Andijonda oshxona bo'lishini. Mana bunday yaqinda solmayapti, xudo xolasa. Bu oshxonaning eng populyarniy ovqati qaysi? Ko'proq osh. Osh. Keyin nimalar bor ekan? Til, ha? Sho'nka, Ha, monti. xotirlanganman. Joylar zo'r, mana pokiza. Tili shumi yo bu sho'rvasi? Bu qaynatma sho'rva, qo'y go'shti. Qo'y go'shti, mol go'shtida Do'lmalari bilan. qaynatma sho'rva do'lmalari bilan mana. Ha. Necha xil ovqat bor ekan, bir 18 xil ovqat bor. qo'llaring dard ko'rmasin. Inshoolloh qilamiz, zakatlarni bo'ladi. Farg'onaliklar mehmonlarni bir nima qilib qo'yaylik-a? Aka, montilar ham pishyapti. Yo'q, montilar ham bor ekan mana. Monti ham pishyapti, mana sho'rkalar qaynayapti, tayyor. Bug'da pishar ekanda. Ha. Bo'yin sho'rvalarimiz bor mana. Bo'yin sho'rva, kimlar? Bo'yin sho'rvalar. Ha. Qarang. Bizga hovraga bo'lsa bitta tovoqqa Necha kishilik? biz 3 kishimiz ser savzi qilib shakaroblar, qalampirlar bilan bir berasiz-da. Shakarlar tayyorlab turib Ha. Bo'lmasam kuzatib turasizlar, xudo xolasa osh solib kirganda yana davom etamiz. Charchamanglar aka. Xo'p. Ko'k olma oshxonasi. Nechidan nechigacha? Tamam, soat 5 dan kechqurun 12 1gacha ishlaramiz. Ha, bo'ldi. Qonni ochgan kelaverar ekanda. Bo'ldi. Mana edi. Boshi atmosfera boshqacha. Suvlarni purkab turibdi. Salqin ichimliklar. Yaxshi insonlar, hozir biz Shukronaxonni ko'rib chiqdik. Endi xudo xolasa Andijonga, biz Andijondamiz. Iymonli qalblar singlimizni oldiga ketyapmiz. Chunki menga 1 yil oldin Tojikistonlik bir yaxshi insonlar omonat berib yuborgan edi. Men shuni o'tgan safar ham mashinam bo'lmagan, ham tezda Moskvaga qaytib ketib qolib, Nurul akamni, Kenliyamni omonatlarini iymonli qalblarga yetkazib olmay qo'yganman. Lekin birovni omonatini yetkazib olish oson emas ekan. Shunday Xudodan so'rab, Xudo shu omonatni topshirganim uchun sog' qilib turgin, o'zing asrab turgin deb Xudodan so'radik, mana shu kunga yetdik. Xudo xolasa bugun borib, mana Adimali hoji, Anvarjon hammasi o'tirishdi, birgalikda borib, Xudo xolasa Paxtabod toshini Ha. kiramiz endi. ha, hozir Anjaylar keltirib berdi dedi. keltirib yorib yuboradi dedim-ku. Men tepib qo'yiladi, o'zimiz endi osh yeb ko'ramiz endi. Nima? Bo'laveradi, Xudo xolasa. Hozir osh keladi, ko'rasiz-da. Keladimi? Xudo xolasa. Olib kelishadimi, keladimi? Yo'q, o'zi keladi. Yure, hamma qilib kiradi o'zi ham. Obunachi Ismoil akam osh keladi deyapti. Osh kelgan ko'rganmiz, kimdir olib kelsa kerak. Kommentariy yozib qoldiringlar. Homilaga to'g'risi ko'ngillarim ozib ketdi. Soat уже 1dan o'tyapti. Ertaman nonush yengil bo'lganmi? Ilk kishi yo'qlikda obed qilamiz. Shu bilan Allohdan kuch-quvvat so'rab, boradigan joylarimiz bor. Bundan keyin videolarda aytib o'tamiz. Yana bir joylarga boramiz. Bugun Xudo xolasa YouTube kanallaridan videolar chiqadi. Instagram va YouTube'larda. Kuzatib turasizlar, ammo joylar zo'r. Mana osh ham keldi, o'zi keldi. Afsanka qiz shakaroblar keldi. Osh o'zi keldi, yurib.
Ha? Ko'rdinglar? Yaman yurgan ko'rmay qoldim. O'rganib Keyin safar обязательно video orqali kuzataman. Qandaydir kelib qoldi, osh. Osh qanaqa guruchligini aytib esimdan chiqib qoldi. Yo devzira dedi, yo lazir dedi. Homilagi sevgi go'shti to'lagan bo'lsa, Yaxshi. go'shtlar bilan chiqarib. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizga kelib vatanda shunaqa chiroyli o'tirishlar nasib qilsin. Biz ham yaqin. Mana uni bilasizlarmi, bilasizlar? Nontali ovqat kelguncha non tegizib yeymiz-ku. Ana shundan bu. zo'r narsa bu. Bo'lmasam kuzatib turinglar. Yoqimli ishtahasizlar. Qani boshlaylarchi Andijon choshda? Kattasiz. Boshlang. Qani? Mazasini aytasiz, keyin qo'yaman. Go'zal deydi-ku. Juda go'zal.